Qirg'ichdan chiqarilgan kartoshka ustidan ikkita tuxumni chaqib, qizib turgan tovada past olovda orqa oldini pishirib olamiz. Xolodilnikda ko'zingizga ko'ringan barcha yeşillikni olib, to'g'rab, ustidan ikkita tuxum chaqing va uni ham xuddi shu tartibda quymoq qilib pishiring. Bola joyli sevib iste'mol qiladigan kolbasani xuddi videodagidek to'g'rab olamiz. Manda asl barakaning halol va pokiza kolbasalari. Xohishga ko'ra qirg'ichdan chiqarsangiz ham bo'ladi. Ustidan ikkita tuxumni chaqib, atalab buni ham tovada orqa oldini qovurib olasiz. Bu retseptni kelin bo'lish arafasidagi qizlarga jo'nating, sababi kelinligimda bu retsept bilan barchani lol qoldirganman. Uchta quymoq orasiga mayonez surtib birlashtirasiz va mazza qilib ustiga ko'kat va sirlarni sepib tanovul qilasiz. Nonushta uchun ajoyib retsept. Qirg'ichdan chiqarilgan kartoshka ustidan ikkita tuxumni chaqib, qizib turgan tovada past olovda orqa oldini pishirib olamiz. Xolodilnikda ko'zingizga ko'ringan barcha yeşillikni olib, to'g'rab, ustidan ikkita tuxum chaqing va uni ham xuddi shu tartibda quymoq qilib pishiring. Bola joyli sevib iste'mol qiladigan kolbasani xuddi videodagidek to'g'rab olamiz. Manda asl barakaning halol va pokiza kolbasalari. Xohishga ko'ra qirg'ichdan chiqarsangiz ham bo'ladi. Ustidan ikkita tuxumni chaqib, atalab buni ham tovada orqa oldini qovurib olasiz. Bu retseptni kelin bo'lish arafasidagi qizlarga jo'nating, sababi kelinligimda bu retsept bilan barchani lol qoldirganman. Uchta quymoq orasiga mayonez surtib birlashtirasiz va mazza qilib ustiga ko'kat va sirlarni sepib tanovul qilasiz. Nonushta uchun ajoyib retsept.